lillahil amru min qablu va min ba'd. Oldin ham keyin ham ish Allohning qo'lida. Yana takror aytamiz, bizdan talab qilingan narsa bizni g'olib bo'lishligimiz emas. Bizdan talab qilingan narsa kofirlarni qirib o'ldirish emas. Bizdan xohlangan narsa biz Allohni rozi qilayotgan ishni qilishligimiz, g'olib bo'lsak ham, mag'lub bo'lsak ham, boshliq bo'lsak ham yoki qo'l ostida bo'lib tursak ham. Tobi bo'lasizmi, matbu bo'lasizmi, rais bo'lasizmi, mar'us bo'lasizmi, uni farqi yo'q. Xuddiki Ibrohim alayhisalomni yoqish paytidagi alangada chumoli og'zi bilan suv toshigan paytda, haligi bu Isroiliyatlardan kelsa ham bir ibratli bo'lganligi uchun ko'p aytamiz. Shu chumoliga sen qanaqasiga aql bilan qilyapsan bu ishingni? Shuncha katta olovni shu suving bilan o'chira olasanmi deganda, bilaman bu suv bu olovni o'chira olmaydi, lekin meni tarafim Ibrohim tarafda, shuni bildirish uchun qilyapman degan. Mana shu chumoli g'olib bo'ldimi, bo'lmadimi? Shuncha qilgan kofirlarni yiqqan o'tinlari nima bo'ldi? Dammarallohu alayhim va lil kafirina amsaluha. Alloh taolo ularni hammasini vayron qildi. Oqibat taqvoniki bo'ldi.